Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. Yangi video rolik orqali yana sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xo'p, 26-sentyabr 2025-yil soat 7:52 ko'chadagi havo harorati xo'p 21 daraja. Do'stlar, kuz kirib keldi. Shu paytgacha video rolik tayyorlamayotganimni sizlarga taqdim etmayotganligimning sababi men aytib o'tganimdek faqat Yandexda emas, boshqa ishlar bilan ham shug'ullanamiz. Yandex meni bo'sh paytimdagi kerakli daromad manbaim hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, brenddan voz kechdik do'stlar. Ma'lum sabablarga ko'ra Yandex brendisiz qanday ishlash mumkin va unda qanday buyurtmalar beradi. Shuni ham bugun videorolik davomida eksperiment tariqasida o'tkazamiz. Chunki kommentariylarda ko'pchilik savol bergan edi. Agar Yandex brendi, ya'ni nakleykasi yopishtirilmagan bo'lsa ham qanaqa buyurtma beradi deb. Hozir o'shani ham birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, 7:53-daqiqa o'tib bormoqda. Mana 53 va men liniyaga chiqdim. Ikkita tarif yoniq birdaniga, ham start, ham komfort tarifi. Kobaltda Yandex taksi amalga oshiramiz. Hozir turgan joyim Yunusobod tumani va повышение, ya'ni koeffitsient balandroq hududdamiz. Birinchi buyurtmani taqdim etdi, bizga tavsiya qildi. Mana propustit minusda emas. Shuning uchun biz bu buyurtmadan voz kechamiz. Sababi 1 soatdan oshiqroq vaqt davomida yurish tavsiya etilmoqda. Xo'p, keyingi buyurtmamiz -4. Buni olmasak bo'lmaydi, chunki minus bizga minus keltiradi. Moyni tekshirib oldim do'stlar. 2000 kilometrdan sal oshiqroq hali probegim, ya'ni masofam bor. Keyingi moy almashtirishgacha. Shuning uchun xotirjam ishni boshlaymiz. Do'stlar, hozir birinchi mijozga keldim. Yomon tomoni har bitta dvorni boshini berkitib qo'yishgan. Bu mumkin emas. Bu qonun bo'yicha mumkin emas. Chunki xudo ko'rsatmasin, yong'in bor. Keyin tez yordam mashinasini kelishi bor. Xo'p, militsiya bor, boshqasi bor. Men oldinni ham to'sib qo'yishganman. Oldinda jentra turibdi. Men to'sib qo'yishgan. Men aylanib kelishga mashhur bo'ldim. Assalomu alaykum. Birinchi mijozimizni manzilga keltirib qo'ydik do'stlar. Xo'p, keyingi mijozga yo'l olamiz. Yaxshi tomoni bizni koeffitsiyentdan koeffitsiyentga, ya'ni shahar markaziga emas, mana chetdan chetga olib boryapti. Bu yaxshi. 8:24 hozir ayni chas pik payti, ya'ni tig'iz payt. Ko'pchilik soat 9da ish joyiga yo'l oladi. Shuning uchun yo'llar ham yaxshigina tirbandlik. 9dan keyin yana narx ham tushadi va tirbandlik ham yo'qoladi. Soat 9 va bayram tugadi do'stlar. Bayram tugadi. Hozir atiga 5,5 ming so'm koeffitsient повышение bilan berdi. Bu juda past degani, Toshkent uchun bu juda past. Va shahar markaziga yo'l olamiz, skverga yaqin joyga. Mana bu degani mana shu joyda borganimizdan keyin mana shu yerda o'ralashib yuramiz degani. Ya'ni bayram tugadi. Nachora, ba'zida unday, ba'zida bunday. Kecha ham xuddi mana shunaqa holat yuz bergandi. Qani edi hamma zakazlarimiz, hamma buyurtmalarimiz shahar atrofida bo'lsa ertalabda. Kechki paytda faqat ichkarida bo'lsa. Yo'qda. Bunaqasi bo'lmaydi. Bo'lganda ham kamdan kam. Mana do'stlar, bayram tugadi. Endi esa kepak narxlarda buyurtmalarni qabul qilib amalga oshiramiz. Nachora. Xo'p, tezroq chiqib olishim kerak bu yerdan. Liniyadan chiqamiz, bilasizlar. Liniyadan hamma chiqib ishlasa, koeffitsient oshadi shaharda. Xo'sh, mana markazda hamma joy bo'shadi. Biz esa mana bu joylarda umuman chekkaga yo'l olishimiz kerak, qanday qilib bo'lmasin. Hozir bu zakazni amalga oshiramiz. Bu buyurtmani amalga oshirib, keyin padelam qilib, ya'ni ish bilan qilib chekkaroqqa chiqamiz. Shunaqa qilib ishlamasa bo'lmasa gazimiz va vaqtimiz opravdat qilmaydi, o'zini o'zi oqlamaydi aniqrog'i. Ketdik.
Hamma joyda qurilishlar. Qarangda do'stlar, mana qarangda ikkita polasa, mana ikkita polasa chap tomonga. Mana bu uchinchidan qayrilmoqchi. Eng qizig'i bular pоворотiga yoqmagan, balki bular to'g'riga boradi. Hozir bu aniq bizning yo'lni yopadi-da. Hozir mijoz bilan ketyapmiz. Nima deysiz shunaqalarga? Siz ko'pni ko'rgan odamsiz-a? So'kasizda keyin. Asabni buzib. Padarini telefoni kerak. Padarini, ha, otasini telefoni kerak. Buna qarangda, buna qarang. Tag'in ham men do'stlar montajda davlat raqamini berkitaman. Mayli endi birontamiz farishta emasmiz. Men ham kamchiliklardan xoli emasman. Lekin bila turib kimnidir vaqtini o'g'irlab, kimgadir xalaqit berib, xavfli vaziyat, xavfli manevr qilishdan kimga naf? Yaxshisi o'sha to'g'riga yur, keyingi svetofordan qayrilib olib, keyin yana chapga, o'ngga qayrilib, o'zingning yo'lingda davom et. Ba'zida o'zimizda ham shu kutilmagan buyurtmalar tushib qoladi. Shunaqa vaziyatda biz ham to'g'riga yuramiz. Men shaxsan to'g'riga yurib, boshqalarga xalaqit bermasdan narigi svetofordan qaytib kelaman. 10:22 do'stlar va biz davom etamiz. Xo'p, kelesga deb padelam qo'ygandim. Mana birin-ketin keles tomonga olib chiqyapti bizni xudo xolasa. Ya'ni bu degani Toshkentdan tashqariga mana bu joyda padelam qo'ygandim. Keyingi mijozimizni mana shu nuqtaga olib boramiz xudo xolasa. Ketyapmiz do'stlar. Xo'p, padelam tugadi. Men esa hozir metan zapravkaga kirib olib to'ldirib olishim kerak. 144 kilometrlik masofa yurganman. Bundan oldingi to'la to'ldirilgan balon bilan. Yana nazarimda hali qizilga tushib qolmagan-u nuqtamiz. Nazarimda yana 30 kilometrlik masofam bor, 30-40 kilometrlik. Lekin shunday bo'lsa-da, vaqtdan foydalangan holatda, aniqrog'i paytdan foydalangan holatda to'ldirib olsam o'zim uchun yaxshi. Metan zapravkadan to'ldirib oldik 90 ming so'mga. 90 ming so'm bo'ldi. Mana brendni olib tashlaganimdan keyin mashina tamomila o'zgardi. Oppoqqina. Shunaqa do'stlar. Endi brend bilan yurganning ham foydasi ko'p. Asosan shu bonuslarga va tezroq buyurtmani berishi bilan foydali. Nimadir tanovul qilib olamiz, chunki jumadan keyin soat 2 larda tushlik qilishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Uni ustiga ikkinchi ishimda hali meni boshqa ishim bor deganman. Men mobilografman do'stlar. Xo'p do'stlar, boya aytganimdek, o'sha ikkinchi ishim, ya'ni syomka, montajlarni tugatdik. Hozir esa mana ko'rib turganingizdek Toshkent teleminorasi fonida video qilyapman. Video yakunida shuni aytmoqchimanki, mana yaqinda ko'pchilik ko'rdi, bildi. Adashmasak 2 haftacha oldin shunaqa Yandex programmada, o'sha dasturda Askop degan, ya'ni sug'urtalash haqida so'z boryapti. Mana shu haqida taksini jinnisi internetda, YouTube, Instagramda video qilishgan. Mana batafsil ma'lumotda eshitamiz. Yandex ishlaydiganlarga jo'natib qo'yinglar. Endi yana bitta rasxodli joy chiqdi. Litsenziyaga pul to'layirdik, Texas Motorga pul to'layirdik. Yana mayda-chuda rasxodlarga pul to'layirdik. Endi страховкаga ham pul to'layotganmiz. Endi majburiy sug'urta joriy qilinibdi Yandexga, Yandex haydovchilariga. Xo'sh, bu qanaqa sug'urta? Klientlarni sug'urtalash 260 ming, 300 ming atrofida ekan, yana undan baland bo'lishi ham mumkin. Agar shu sug'urtani sizlar qilmasanglar, 2-3 oydan keyin Yandex blokka tiqib qo'yadi. Как litsenziya olmagan paytingizda ishlaganingizda blokka tiqqan-ku, endi shu narsani sug'urta olmasanglar blokka tiqar ekan. U sug'urta 1 yilga amal qilar ekan. Shu narsani manfaatli bo'lish uchun Shunaqa do'stlar, shunaqa. Endi bu yog'iga Yandex istaganini qiladi. Endi azaldan ham shunaqa. Hali mijozlarni yig'ib olib, yetarli haydovchilarni yig'ib olgandan keyin u istagan ashulasiga o'ynatadi. Shunaqa do'stlar.
Mayli, bu yog'ini vaqt ko'rsatadi. Gap do'stlar mana bu haqida ketyapti, mana Askop. Mana bu haqida ketyapti. Xo'p, bugun do'stlar 4,5 soat davomida liniyada bo'lganmiz. Xo'p, o'shandan yarim soatini agar zapravka qilish yoki tamaddi qilishga agar ayirsak, demak, mana shuncha vaqt davomida shunaqa ko'rinishda bo'lgan. 12 ta buyurtmaga ulgurganmiz do'stlar 4 soat davomida. O'zingizga ehtiyot qiling, imkoni boricha yana yangiliklar va yangi videoroliklar tayyorlab e'tiboringizga taqdim etishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.